Bugun Linestar Group kompaniyasiga keldik. HR bo'limi boshlig'i bilan xodimlar haqida suhbat quramiz. Qani ketdik. Kamola, Linestar Group tarkibida nechta xodimlar ishlaydi? Hozirgi kunda Linestar Groupda 150 dan oshiq xodim ishlayapti. Kandidatni ishga olish jarayonida uni qanaqangi qobiliyatlariga ko'proq e'tibor qaratasiz? Zo'r savol bo'ldi. Nimaga? Chunki bu meni ishimni eng yaxshi ko'rgan qismi va eng mas'uliyatli. Chunki to'g'ri odamni juda ham muhim to'g'ri joyga yo'naltirish. Suhbat davomida biz nomzodni yaxshilab o'rganamiz. Uni xarakterini, qiziqishlarini va kelajakka qo'yayotgan maqsadlarini. Har bitta pozitsiya o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni talab qiladi. Lekin biz umumiylashtirib gapirsak, bu birinchida albatta intiluvchanlik, mehnatsevarlik va kommunikatsiya qobiliyati. Handmini statistikasi bo'yicha ko'pincha uchrayotgan muammolardan bu kandidatlar belgilangan intervyuga o'z vaqtida kelmaydi yoki umuman kelmasdan hech qanaqangi xabar ham qoldirmaydi. Shu narsaga sizning munosabatingiz qanaqa HR sifatida? Bizda deyarli bunaqa problema yo'q. Nimaga? Chunki bizda HR departamenti yaxshi yo'lga qo'yilgan va biz nomzodlar bilan intervyugacha bo'layotgan jarayonda keep-in-touch bo'lamiz va ularga doim eslatmalar yuborib turamiz. Agar shu holatda ham ular kech qolsa va eng asosiysi ogohlantirishmasa, biz uchun bu mas'uliyatsizlikning belgisi hisoblanadi va mas'uliyatsiz xodim bizga kerak emas. Siz 5 yillik ish tajribasiga ega HR sifatida hozirgi kundagi yoshlarimizga ish qidirayotgan va ishga topshirayotgan yoshlarga maslahatlaringiz qanaqa? Birinchisi, o'zingiz sinamoqchi bo'lgan kompaniya va lavozimni yaxshilab o'rganib chiqish kerak intervyudan oldin. Ikkinchisi, doim rasmiy faoliyat yuritayotgan kompaniyani tanlash kerak va bu kompaniyada siz rasmiy xodim bo'lishingiz kerak. Faqat shunda sizda aldanish faktori juda ham kam bo'ladi. Va uchinchi maslahat, bu doim o'ziga qiziq bo'lgan va yoqqan ishni tanlash kerak. Chunki faqatgina o'ziga yoqqan ishda siz real muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin.